Assalomu alaykum oshxona mebel ishqibozlari. Biz Ramazon oyining 1-kunida turibmiz. Xudo xolasa 19-fevral hafta kuniga payshanba kunida turibmiz. Yetkizganiga shukr, hammamizga shunaqa Ramazon oyida chiroyli oshxona mebellar nasib qilsin. Bu oshxona mebelimizni Farg'ona viloyatiga olib keldik, shaharga. 5-qavatga olib chiqib ustanovka qilib berdik. Gaz plitamiz bilan mo'ykamizni ikki chekkaga o'rnatib berdik chiroyli qilib. Buni razmerlarini aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda bu chenkamizda duh konturimiz bor ekan, buni o'rab berdik. Balandligiga keladigan bo'lsak 260 sm. Mo'ykamiz bu boshidan duh konturimizgacha 222 sm joyiga hisoblab olib kelib ustanovka qilib berdik. 4,5 million so'mga kafellari ichida, mo'ykalari ichida bo'ldi. Diod chiroqlari tok montajlarigacha qilib berdik. Xudo xolasa chiroyli qilib. Shu shilkalarni ham yaxshisidan nijaviga qo'yib berdik. Oshiq-moshiqlari yaxshisidan o'zi sekin tortib oladi. Mo'ykalarni ham ulab berdik bugun. Iftorlik qilish uchun mana bemalol maza qilib ishlataveradi. Chiroyli qilib hamma yog'ini ishlaydigan qilib, qo'ldan kelgancha yonadigan qilib hamma yo'qlarini gazlarigacha bemalol choylarigacha qo'yib bugun iftorlikni bemalol qilishaveradi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ishlarimizni yoritib boryapmiz. Bu ham juda chiroyli bo'lib tushdi. Joyimiz jindek kichkinaligi uchun iloji yo'q, joyimizdan ozgina masofasi yaqin bo'lib qoldi. Xolodilnik ham sig'madi. Bu joyimizda duh konturimiz bor ekan, o'rab berdik chiroyli qilib. Tok montajlari, gaz plitani shlanglarigacha bor ekan, shulargacha qo'yib berdik. Vitichkamiz ham 300 korli zo'ridan tortishlari ham juda yaxshi, xudo xolasa. Chiroyli qilib ulab berdik. Buni ham tayyor, xudo xolasa. Bugun ishlatib bemalol maza qilib ishlasa bo'laveradi. Bu oshxona mebelimiz oldi fasadi laminat, ichki fasadlari ham laminat bo'ladi. Rossiyskiy laminat, chekkadagi lentalari 04, bunisi birli bo'ladi. Ruchkalari qora. Bu oshxona mebelimizni bu chekkamizdan bu chekkaga 222 sm, balandligi 260 sm, 4,500,000 so'mga 19-fevral 2026-yil Ramazon oyining 1-kunida turibmiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qilib zakaz qilsalaring bo'laveradi. Ramazon oyida xudo xolasa chiroyli qilib, arzonroq qilib kelishtirilgan narxlarda qilib beramiz. Va bu joyimizda patmislarimiz ham bor, plasmassa qoshiq solib bemalol ishlataveradi. Tortmalari 100% vakuumli bo'ladi, o'zlari sekin tortib yo'qolaveradi. Bu tomonimizga kafelni ham bosib berdik. Gaz pazidan o't chiqib yonmasligi uchun chiroyli qilib qo'ldan kelgancha. Videoda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa uzr so'raymiz hammadan. Bittadan like bosib, tanish bilish, qarindosh urug' barchaga jo'natib ko'rasizlar. 24 soat onlayn bemalol telefon qilib ma'lumot olaverasizlar. Salomat bo'linglar.